Velik minga odam bir kun gelik minsa xafa bo'lmanglar. Chunki gelikni ham narxi tushadi. Mana geligimiz akalar. Mercedesga qiziqadigan insonlar bo'lsa, mana sveji Mercedes ko'rsataman akalar. Mana 7 tonna, 8 tonna ko'taraveradi akalar. O'zi to'kadi. Samosualmi bu? Uradimi? $20,000 2019. Kelishasizlar yana narxini, yana tushib beraman deyapti akalar. Mana balonlar yangi oldilar mana. Oldilar yangi. Bu ham turgan, ishlagan qaranglar. Endi buni yaxshi tushunmayman. Oliydoqonlar bo'lsa, tushunadiganlar bo'lsa, shu haqida ma'lumot to'liq bo'lsa, bittani turlab olasiz. Dokumentalni missiya akalar mana. Hola buni ham haydasangiz bo'ladi. Hech qanaqa. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Spes texnikalarda konidamiz desak ham bo'ladi akalar. Ekskavator kerakmi sizga? Bunaqa missiya kerakmi? Zil kerakmi? Kamaz kerakmi? Hattoki gelik bo'lsa ham sizlarga ko'rsataman akalar. Videoga bitta like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'tkazib yubormaysiz. Mana bu oddiy misol, mana Volvo ekskavatorni agar avtosalondan yo boshqa joydan olaman desangiz $50,000 atrofida narx turadi. Lekin biz bu mashinani arzonroq qilib gideti $30,000 atrofida kelishtirib olsa bo'ladigan narxda qilingan akalar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan mana. Qaranglar. Sal nariroqda, uzoqroqdan olib ko'rsating mana. Hamma yo'g'i bor akalar. Faqat mo'yka qilish kerak xolos. Ishlab turgan holatda turibdi akalar. Oladigan inson bo'lsa $30,000 atrofida kelishamiz deyapti. Bu balonlarga e'tibor qilmaysizlar. 8 ta yangi balon qo'yib beriladi. Yangi balon qo'yib beriladi akalar. Mana tayyor. Biznes qilaman deganlar bo'lsa, ana orqasida kuragichi ham bor, oldida qo'shimcha mana. Volvo xullas. Mana. Volvo W130 ekan. Qaranglar. Endi buni yaxshi tushunmayman. Oliydoqonlar bo'lsa, tushunadiganlar bo'lsa, shu haqida ma'lumot to'liq bo'lsa, mana akalar, kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda ko'rsatib qo'yaman raqam. Afsona TVdan qo'ng'iroq qildim deyverasizlar. Xohlasangiz mana bunaqa avtobuschalar ham bor. Buni ham arzonga beramiz akalar. Kuzupi turibdi xolos buni aka. Necha pul qilib berasiz uni? $500 ga avtobus akalar, $500 ga avtobus. Oliydoqonlar bo'lsa, kuzub faqat akalar, hech narsasi yo'q. Xohlasangiz mana bunaqa missiya bor akalar. Agar beton sexingiz bo'lsa, mana tayyor Kamaz, meshalkali, o'zi olib borib, o'zi nima qiladi akalar. Buni ham ishlab turgan, rabochiy, lekin ishlab turgan holatda mana balonlar yangi akalar mana. Balonlar rabochiy emas, mana yangi pashti akalar, qo'yib qo'yilgan akalar. Oldilari mashinamizning narxi gideti $12,000 atrofida berib yuboramiz deyapti mana. Yili nechi buni? 87 mi shunaqa atrofida ekan akalar. Dokumentlari bor akalar mana. Etbetini turlab olasiz. Dokumentalni missiya akalar mana. Hola buni ham haydasangiz bo'ladi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q akalar mana. 87 ekan yili. Mana. Nech kubali bu? 7,5 kubali ekan akalar. Dokumenti joyida olib minsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana Volvo avtobus. Xohlasangiz mana nimamiz bor? 53imiz bor akalar. Yangi Vipski 53imiz 2-4 tayu 5 ta metani bor tagida akalar mana. Yili 90-yil bu spis alay nimaga chiqib ketib qolmaydi akalar. Minsangiz bo'ladi akalar mana. Olib haydayman degan akalarimiz bo'lsa mana. Tayyor holatda, nahadu holatda buni ham kelib olib ketsangiz bo'ladi. Tak, ichlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana ichkarilari ham turibdi, rabochiy holatida turibdi. Kolonka, maktab hamma yo'q bor. Faqat bitta mo'yka qilib olasiz bo'ldi akalar. Endi minilmay turibdi akalar. Sotishimiz kerak mana. Oliydoqonlar bo'lsa telefon qilinglar balantidan. Bemalol 7 tonna, 8 tonna ko'taraveradi akalar. O'zi to'kadi. Samosualmi bu? Samosual o'zi og'daradi akalar. Dokumentlari toza. $3,000 narx etyapti. Plus minusi bor akalar. Yana telefon qilsangiz, yana kelishtirib beradi akalar. Afsona TVdan ko'rdim deb chiqaverasizlar. Mashinamiz mana ko'ringlar, hech qanaqa kamchilik yo'q. Faqat mo'yka qilasiz xolos. Mana shu yerda hammasi. Bundan tashqari yana mashinalarimiz bor, lekin Gentrani sotmaymiz. Gap yo'q. Endi bu joyimiz o'zimizda nima deydi? Bag'dod rayoni bu, yangi 3 ko'prik bet. 3 ko'prikda akalar. Xohlasangiz mo'xoyni ham sotib yuboramizmi? Mana xo'ngimiz ham bor akalar. Yili 2019 mana. Nech kubali bu? 1.8 kubali ekan akalar mana. 19. Ishlatilmagan ham shekilli bu, ha? Ishlaganmi? 6 soat ishlagan. Mana. Ko'ringlar. 6 soat.
6000 soat ishlagan ekan akalar, 6000 soat ishlagan ekan. Yil 19, 1.8 kuba, juda ham katta bu. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi mana. G'izovatda ishlatasizmi, boshqa joyda ham, любой joyda ishlatsangiz bo'ladi mana. Qaranglar. Narx qancha buni? 20 ming. 20 ming dollar ekan mana. Bo'laveradimi? 20 ming dollar 2019. Kelishasizlar yana narxini, yana tushib beraman deyapti akalar. Mana ko'ringlar. Tayyor, g'izovati bormi, qumi. Xullas mana shu ishda ishlaydigan insonlar bo'lsak, olib turib o'zingiz birovnikini arendaga minib yurgan bo'lsangiz, mana buni olsangiz bo'ladi. Yana narxidan tushib beradi akalar. Mana bu kamazimiz ham tayyor, dak metalni. Eng qizig'i akalar, buni 10 ming deydi. Aka 10 mingda hech kim olmaydi dedimda. 8 ming dollar narx etdim men. 8 ming dollar plus bor. Yana telefon qilib qilsa kelishtirib berasiz dedim. Bo'ldi dedi. Balonlar yangi oldilar mana. Oldilar yangi. Bu ham turgan, ishlagan yo'q. Olib pul topaman degan insonlar bo'lsa, telefon qilib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Mana 10 tonna basasimi, 15 tonnami? Mana 2 mosli akalar, bitta mos bas, 2 mosli akalar mana. Ko'ringlar. Kamaz mingan odamga albatta bitta gelik ham kerak bo'ladi. Gelik ko'rsatgan akalarimizga mana gelik ham ko'rsatamiz. 8 ming dollar kelishasizlar akalar buni ham. Yurib turgan holatda hech qanaqa kamchiligi yo'q. Xolasangiz akalar, geligimiz bor aka. Gelik ham bor. Hozir ko'rsataman. Xo'p, qaranglar akalar. Gelikka kelyapmiz mana. Velik mingan odam bir kun gelik minsa xafa bo'lmanglar. Chunki gelikda ham narxi tushadi. Mana geligimiz akalar. 94-yildami, adashmasam ishlab chiqarilgan geligimiz. Voyenniy gelik, toza gelik akalar. Bu nima deydi? Ko'pchiligi UAZikmi deb o'ylash mumkin. Yo'q. Toza gelik akalar mana. Ko'ringlar, etpetini sal turlab orasizlar, sidinalarni yig'ishtirib olib qo'yilgan. Xudo xohlasa, sizga ma'qul keladi degan umidda mana. Geligimiz, balonlarni ko'ryapsizlar. Endi minilgan yo'l hisobiga turibdi akalar mana. Sal mo'yka qilib ag'bani turlab olsangiz bo'ladi. Narxi juda ham arzon akalar. Kobalt puliga gelik olasiz. Bu nima degan gap akalar? Kobalt puliga-ya. O'shaning uchun maqtanmaslik kerak akalar. Mana gelik ham bor. Bitta mo'yka qilib kelib, bemalol xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Yurib turibdi akalar mashinamiz. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Faqat mo'yka talab xolos akalar. Bitta himchiski, bitta mo'yka qilib olasiz. Haydaverasiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, gelik mingan odam bir kun velik mingan odam bir kun gelik oladi degani shu mana. Qaranglar mana. Gelikni mexanikasi ekan mana. Qaranglar. Mana mexanikalisi. Endi yangi yupska qilib sekin ag'bag'ini o'zingiz turlab olasiz. Jicha sarflasangiz, mashina ham nahadu bo'ladi akalar. 15 ming, 16 ming, 20 ming deydi aka bo'lmaydi. Bunaqa narxga gelik olgandan ko'ra Cobalt olgan yaxshi deydim. Bo'pti dedi. 10 tepasiga kim qo'shsa beraman deyapti. 15 ming deydi, 15 pasiga tushib berasizmi? Tushib beraman deb. Bo'lidaxoni 10 tepasida deyapti. Olidaxon inson bo'lsa telefon qilinglar, yurib turgan mashina, kelib bemalol Afsona TVdan ko'rdim deb bu gelikni ham xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Toza gelik. Yoki mana bu bor yani 55 vattlisi mana. Ko'ringlar, Hyundai Excavator akalar. Buni ham sotib olaveramiz akalar mana. Klient chiqsa bo'ldi. Har xil nimalar bor mana. Kuraklarni ko'ryapsizlarmi mana? Har xildan bor. Hattoki mana bunaqa nimasi ham bor. Ya'ni yirtish do'konlarigacha bor. Kubaldasigacha. Qaranglar. Bu ham sotiladi. Gidet 22 mi yili shunaqa adashmasam. Mana ko'ringlar. Oliydigan insonlar bo'lsa telefon qilinglar. Buni ham chiroyli narxda qilib beradi. Buni qanchaga beramiz? 50 ming? Yili necha? 15 ekan yil. 50 ming dollar atrofida plus minusi bor deyapti. Yana kelishamiz mana. Yana qanaqa mashina kerak akalar? Hammasidan bor akalar. Xolasangiz bu tarafda Kamazimiz ham bor, ha? Mana buni ham sotib yuboramiz mana bu Kamazni ham. Telefon qilinglar mana. Yili necha buni? 86 Kamaz. Narxchi? 7 ming. Qo'shmo's akalar bu ham mana. Turibdi, ishlatish kerak bo'lardi. Pul topadigan insonlar bo'lsa mana ishlataman deganlar bo'lsa telefon qilinglar. Mana ko'ringlar, Kamazimiz. Bu ham yurib turgan Kamaz. Salarkada faqat akkumulyatorlar olib qo'yilgan. Mana. Mana deganlar bo'lsa, ko'ring. Mana. Mana. Tayyor. Telefon qilib, kelib, ko'rib, ma'qul kelsa buni ham xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Narxi 7 ming dollar akalar, Kamaz. 7 ming dollar. Buni ham kelishtirib beraman deyapti. Dokumentlar joyida. Buni ham kelishtirib beradi. Yana nima ko'rsatay akalar, aytinglar. Mikser ko'rsatdim, ekskavator ko'rsatdim, gelik ko'rsatdim, zil ko'rsatdim, 53 ko'rsatdim.
har xil ekskavator xo'ng ko'rsatdim akalar. Mana shunaqa sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamga aloqaga chiqib, Afsona TVdan ko'rdim deb chiqinglar. Dehqonchilik mashina bular hammasi. Mana kelib olib, ishni qilib, soqani qilib haydasangiz bo'ladi. 7 dan yana tushib berishi ham mumkin akalar. Bag'i sizlarga bog'liq. Biz videoroliklarda mana shunaqa qilib ko'rsatamiz. Agar siz ham mashina sotmoqchi bo'lsangiz, yo mashinangiz bo'lsa, bizda ham nomerimiz, ya'ni bor. Ya'ni o'zimizga ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib mashinalaringizni borib uyingizdan syomka qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Xo'p, salomat bo'lasizlar. Like Mercedesga qiziqadigan insonlar bo'lsa, mana sveji Mercedes ko'rsataman akalar. Manilmay qolib ketgan Mercedes degan bo'ladi. Probegi 154 ming yurgan ekan mashinamiz probegi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Mana ko'ringlar, o'zi magazindan olgan ekan akalar. Oladigan insonlar bo'lsa, mana tayyor. Hozir bir boshdan obzor ko'rsataman. Hozir balonlarni ko'ryapsizlar. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Nimalari bor, podnoshkalari bor. Bemalol kalsiz kirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni i+ Mercedes bilasizlar, juda ham yumshoq bo'ladi, hadovoylari ham. Mana bu sidinalari ham bemalol mana bu yerdan regulovka qilsangiz bo'ladi. Mana shu yerdan regulovka qilsangiz bo'ladi. 3 talik pamit sidinasi bor. Bemalol bakoylar regulovka qilsangiz bo'ladi. Multi roll deganda 2 talik mana dubl deydi, mana shunday tepasida lyuklari bor mana. Avtomat korobka, konditsioner. Mana. Bu aka 92 ming yurgan ekan. Ha, shunaqa 145 ming deb biz. 100 ming yurgan. 92 ming yurgan ekan akalar, qaranglar. 154 ming deyapmiz biz ikkovimiz, O'g'lingiz minganmi buni? Ha? O'g'lingiz minganmi? Buni? Ukammi? Ukangiz mingan, ha? Ukasi mingan ekan mana. Dokumentlar joyida, xudo xolasa, ha? Akalar, to'g'risi trekkerda puliga ham bormayapti akalar. Dangali. Mana. Bu elektriskiy ekan. Elektriskiy ko'taryapman men qo'lim bilan. Bu yerda nima ham bor? 150 voltlik toki ham bor ekan. Qaranglar, bagaji ham tagida. Xullas, mana shu srochli sotiladi. Oliydoqonlar bo'lsa 12 volt bor, hamma yo'g'i joyida. Bu yerda elektriskiy endi turgandan keyin uncha nima bo'lmayapti. Mana. Qaranglar, bu yoqdan ham ko'rsatib qo'yaman mana. Endi to'g'ri biz zo'r arzon qilmasligimiz mumkin, lekin arzon akalar. 20 ming dollar narx etyapti akalar. Mana shu Mercedes. Kami bor. Где-то bir 18 lar atrofiga bitib qolar aka, xudo xolasa. 58 mingga olgansa buni, mana. Sveji turibdi akalar. 100 ming ham yurmagan ekan. Oliydoqonlar bo'lsa telefon qilinglar, pastda nomerni qoldirib qo'yaman. Bemalol kelib, ko'rib, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qani endi men mashina olmaganimda o'zim olib qo'yardim, tars etkizib akalar mana. Mers. Gap yo'q lekin. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz, ana shu nomerga Afsona TVdan telefon qilyapman deb chiqaverasizlar. Mo'yka qilinmagan, mana turgan mashina.